Assalomu alaykum hammaga. Bugun sirli mehmonimiz birinchi soni bo'lib o'tmoqda. Hozir bizdan birinchi ishtirokchimiz Jasurbek Inomov, matematika ustozimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Ustoz, hozir biz auditoriyaga bitta sizga ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tishimiz kerak. Bir ikkita savollarimiz bor. Shunga savolimga javob bersangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bo'ladi, tayyor. Necha yildan beri dars berasiz? Umumiy hisobda 7 yildan beri dars beraman. Registon o'quv markazining o'zida 3 yildan beri dars beraman. Dars berib kelasiz. Okey. Hozirgacha qancha o'quvchiga dars beryapsiz? 1000 dan ortiq o'quvchiga dars berganman. Ularning rezultatlari qanaqa bo'lgan? 90-95% oralig'ida o'qishga kirishgan. Emili sertifikatdan ham xuddi shu holat. Demak, sizda o'qigan o'quvchilar bir 90-95 atrofida natijaga erishadi, to'g'rimi? Xo'p. Bitta, misol uchun sizda bugun darsingiz bor, misol 2dagi gruppangizga qancha vaqt tayinlanasiz? Bitta guruhdan o'ziga asosan mavzuga qarab, agar mavzu og'irroq bo'ladigan bo'lsa 1-1,5 soat tayyorgarlik ko'riladi. Agar mavzu yengilroq bo'ladigan bo'lsa, yarim soat, 40 minut tayyorgarlik ko'rsa yetadi. Demak, siz o'rtacha 40 minutdan 1,5 soat, 2 soat atrofida bitta guruhga tayyorgarlik ko'rasiz. Xo'p, dars o'tish jarayonida nimalarga, qanaqa qiyinchiliklarga duch kelasiz? Dars o'tish jarayonida asosan bolalarni tushunishi, olishi bor-ku. Shu narsa har xil bo'lganligi uchun ularga tushuntirib olish ozgina murakkablashib qolishi mumkin. Lekin bolalar o'zi qiziqib o'sha fanga, matematikaga, aynan misol uchun qaysi mavzuga tezroq tushunishadi, qaysi mavzuga qiyinroq tushunishadi. O'shani hisobiga ularga maksimal darajada ham doskada, ham individual shug'ullanishga harakat qilaman. Mana ustozimiz haqida qisqacha ma'lumot berdik. Endigi navbat ustozimiz dars o'tish jarayonlariga. Bugun yangi mavzu eslab qo'yinglar. Chiziqli tenglama va proporsiya. Chiziqli tenglama juda oddiy narsa. Tenglamada 4 ta asosiy qoidani bilish kerak. Birinchisi, o'ngdan o'ngda turgan ifoda chap tomonga nima bo'lib o'tadi? Ya'ni ishorasi bilan qanaqa o'tadi? Plus bo'lsa minus, minus bo'lsa plus bo'lib o'tadi. Ko'paytirish bo'lsa bo'lish, bo'lish bo'lsa ko'paytirish bo'lib o'tadi. Tushunarli? Chiziqli tenglama deyilishining sababi chiziqli tenglamada noma'lum bor. Noma'lum x bo'lishi mumkin, y bo'lishi mumkin, z ixtiyoriy harf bo'lishi mumkin. Kelishdi. Umumiy holatda a x plus b barobar s. Bizda hozir a, b, s'lar son, ya'ni koeffitsient bular. Buni ishlash uchun qoidalar bor o'ziga yarasha. Plus bo'lib turgan ifoda tenglikni boshqa tomoniga o'tgan paytida chap tomonda bo'lsa o'ng tomonga, o'ng tomonda bo'lsa chap tomonga ishorasi o'zgaradi. Bizda bitta yechim hisoblanadi. Yechim. Ya'ni tenglamani javobi bitta ekan deyiladi. Misol uchun 3x plus 7 barobar 13 ga. 7x minus 7x barobar 28 minus 21. 7x dan 7x ayirsa necha bo'ladi? 0. Xo'p, 28 dan 21 ayirsa necha bo'ladi? 7. To'g'rimi? Endi eslab qo'ying. Tepada qoida yozdim. Son 1 barobar son 2. Ixtiyoriy son bo'lsin. Xohlasa bu 0 bo'lsin, xohlasa musbat son, xohlasa manfiy, xohlasa kasr son bo'lsin. Bugungi mavzuni qanaqa tushundingiz? Bugungi mavzuni men o'ylashimcha to'liq tushundimman, chunki вообще oson edi. Oldin ham maktabda o'rganganim uchun menga oson tuyuldi. Bugungi mavzuning nomi nima? Chiziqli tenglama va proporsiya mavzusi. Zo'r. Jasur ustozi, sizga yoqqan 3 ta eng yaxshi tomonlarini sanab beringchi. Eng yaxshi tomonlari darsni ba'zi bir paytlarda hazil qilib o'tirlar, oson yo'l bilan ishlashni o'rgatadilar. Yana plus taraflari, boshqa kunlari dars qo'yib berishlari mumkin-da. Darsdan tashlanib qo'shimcha dars o'tib berishlari mumkin. Shunisi yaxshi. Assalomu alaykum, siz nima? Hadisha, o'tgan mavzu nima o'tgandinglar? o'tgan mavzuda ildiz o'tdik, murakkab ildiz. Tushungandingizmi yo savol keldingizmi? Yo, yaxshi tushundim. Bir ikkita savollar bor, uni darsdan keyin o'zlariga aytaman. Zo'r. O'zlashtirishda sizda qanaqadir qiyinchiliklar bo'lyaptimi? O'zlashtirishda qiyinchiliklar bo'lib turibdi, lekin ustoz qayta tushuntirishlari bilan qiyinchiliklarni yengamiz. Azmi, mana hozir hamma o'quvchilar ustozni maqtayapti. Endi sizdan ustozni 3 ta yomon taraflarini sanab beringchi. Yomon taraflar o'ylashim bo'yicha yo'q. O'ylab ko'ring, menimcha anaqa
nima urushib bermaydilarmi yokida dars kelmasdan просто hop davoraveradimi? Urushib beradimi? Yechmasak o'zlari qaytadan tushuntirib berarlar. Har xil usullarda tushuntirib yechishni o'rgatadilar. Ha, demak ustozda yomon tomonlari yo'q sizga. Ya. Zo'r. Bungi mavzuni qanaqa tushundingiz? Qanaqa o'zlashtirdingiz? Yaxshi zo'r tushundim. Mana ustozimiz ham birinchi guruh dars o'tish jarayonlarini ham ko'rib o'tdik. Shunga qarab turibdi. Mana dars jarayonlarini ko'rib turibdik. Endi ustozimizga yana bir ikkita savollarni beramiz. Ustoz qanaqa metodikadan foydalanasiz? Dars o'tish jarayonida asosan ikkita metodikadan foydalanaman. Birinchisi umumiy holatda mavzuni tushuntirib olaman o'quvchilarga. Keyin o'sha boshida aytganimdek, har bitta o'quvchi bilan alohida individual ishlab chiqaman. Chunki kimdir gruppovoy holatda so'rashga uyalishi mumkin. Boshqa holat bo'lmasligi uchun alohida har bir o'quvchi bilan ishlab chiqaman. Ha, shunda misol uchun kimdir agar tushunmay qolgan bo'lsa, u bilan o'tirib, 10-15 minut shug'ullanishingiz alohida individual. Ustoz, savolim bor edi. Milliy sertifikatda yiliga 3 marta bo'ladi, to'g'rimi? Shunda siz necha gruppa o'qitasiz? Ikkita gruppa o'qitasizmi, uchtami? Bir vaqtning o'zida ikkita o'qita olasizmi milliy sertifikat? Qarang, hozirgi kunda milliy sertifikatdan ikkita gruppamiz bor. Yangi ochilgan. Ular oktyabr, dekabrdagi milliy sertifikat uchun harakat qilishyapti. Agar xudo xohlasa o'lib qolsa oktabrga, bo'lmasam dekabrga topshirishadi, nasib bo'lsa. Abituriyentlarning orasida keng tarqalgan savol bor, ya'ni milliy sertifikatni qancha o'qish kerak? Qanchada tayinlansa, masalan, B+ yuqoriroq natijaga erishsa bo'ladi. Qarang, asosan matematika uchun milliy sertifikatga 1 yil, 1,5 yil o'qisa, A yoki A+ olishi kerak o'quvchi. Lekin hozirgi kunda Rush modulda hisobiga 1 hafta, 2 hafta yoki 1 oydan 3 oygacha tayyorgarlik ko'rgan o'quvchilar ham C+, B+lar olib chiqishyapti-da. Masalan, Shunda u endi aniq emas, chunki Rush moduli orqali topshiraversa, endi tavakkal bo'lib chiqsa ham C olganlar bor, to'g'rimi? shunda lekin umumiy mavzularda hisoblaydigan bo'lsangiz, matematikada 1 yilda tugab qoladi, xudo xolasa. Ya'ni 1 yilda tugatsa bo'ladi. 1 yilda tugatsa bo'ladi. Zo'r. Endi ustozimizda keyingi guruhlarga o'tamiz. Assalomu alaykum, ismingiz nima? Assalomu alaykum, ismim Botir. Bugungi mavzuni tushunyapsizmi? Charchab qolmayapsizmi? Yo'q, charchamayman. Hop, bugungi mavzularni nimani o'rgandinglar? Nima mavzu bugungi mavzu? Murakkabiyatni o'rgandik. Ustoz yangi mavzu o'rgatyapti, tushunamiz yaxshi. Jasur ustozi sizga yoqqan 3 ta yaxshi tomonlarni sanab bering. Har doim misollarni yaxshi tushuntirib beradilar. Ko'p urushmaydilar, tushunmasak. Juda quvnoq hazilkash qildilar. Ayni Jasur ustozi 3 ta yomon tomonlarini sanab beringchi. Yo'q, ustoz yomon taraflari yo'q, yaxshi. Ustoz yomoni bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. O'tgan mavzuda nima mavzu deylar? Shu oddiy ildizni o'tib Ha. takrorlash. Ustozingiz ko'pincha uyga aytsa beradilarmi yo bermaydi? Beradilar. Keldingizmi? Ha, keldim. Qani ko'rsatolmaysizmi? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 5 ta, 6 ta, 6,5 ta. 6,5 bet uyga aytib o'tibsiz. Charchamadingizmi? Nima? Yo'q, charchamadim. Gap yo'q. Botir bu yerda eng sizdan keyingi yaxshi o'qiydigan o'quvchi kim? Abdulla. Abdullo. O, mana shu bolammi Abdullo? Bor. Abdullo, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Bugun qanaqa kayfiyatda keldingiz o'qishga? Yaxshi. Uyga aytib keldingizmi? Ha, Qani sizdan bitta ko'rsata olasizmi? Qayerdan boshlanadi? Shu yerdan boshlanib, qani bitta, 2, 3 ta, 4 ta. Nima yeysiz ekan bularda ko'p? Men ko'pincha miyamda ishlayman. Ha, siz demak miyada ishlab yozib ketasiz faqat. To'g'rimi javobim? Gap yo'q. Qachon milliy sertifikat topshirmoqchisiz? Necha yoshsiz o'zi? 17 yoshman. Xudo xohlasa oktabrda topshirmoqchiman. Ha, oktabrda milliy sertifikat topshirmoqchisiz. Bugungi darsda nimalarni o'rgandingiz? Bugun murakkab ildizni o'rgandik. Ha, bugun dam olib kelyapsizmi? Demak, kayfiyatingiz yaxshi. Ya, o'qish. O'qish qani siz uyga aytasiz? Hamma 6-7 betdan uyga aytasiz. Qo'lni qilmaganga o'xshaysizda. 1, 2, 3, 4, 6 bet ekan. Jasur ekan hamma o'quvchilar shunday yaxshi o'qiydimi?
Hamma yaxshi o'qiydi. O'ta kam o'qimaydigan o'quvchilar bormi? O'qimaydigan yo'q, hamma yaxshi o'qiydi. Mana shu bola o'zi yaxshi o'qiydimi? O'quv markazidan ketganingizdan keyin nima qilasiz? Yo sport bilan shug'ullanasizmi? Oz darsdan keyin zalga chiqaman. Hozir zal boshladingiz. Okey, zo'r. Siz qachon milliy teatrga topshirmoqchisiz? Yo shu sheriklaringizga boshlab oktябrdami yo undan keyinroq? Yo, DTMga kiraman, militsiya topshirdim. Siz DTMga kirasiz. Zo'r. Jasur aka, sirli mehmon rubrikamizda an'anasi bor. Ya'ni sirli mehmon rubrikamizga kelgan ustoz bizga o'zidan bitta sovg'a qoldirish kerak. Sovg'ani qanaqa katta kichikligi ahamiyati yo'q. O'zidan bitta sovg'a qoldirib ketishingiz kerak. Qanaqa sovg'a tayyorlab kelasiz? Keyin Miraziz, sirli mehmondan sirli sovg'a bo'lsin bu. Faqatgina bitta savol beraman umumiy auditoriyaga. Shu savolimga chiroyli kommentariya yozib qoldirib ketgan odamga o'sha sirli sovg'amizni beramiz. Aniqlab beramiz, to'g'rimi? Savol shundan iboratki, o'quvchi natijaga erishish uchun o'qituvchi bilan o'quvchini orasidagi tafovut, ya'ni farq qanday bo'lishi kerak? Kimda necha foiz bo'lishi kerak? O'qituvchida 50% mi, o'quvchida 50% mi? Va nimalarda farqlanadi, to'g'rimi? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Hozir biz sirli sovg'ani egasini qanaqa qilib aniqlashimizni aytib o'taman. Birinchi o'rinda shu videoga like bosishingiz kerak va shuni 4 ta do'stingizga jo'natishingiz kerak. Eng asosiysi kommentariyaga ustoz aytgan savollarga javob yozishingiz kerak. O'zingizning chiroyli fikringizni yozib qoldirishingiz kerak. Shunda aniqlaymiz. Yodimdan ko'tarilibdi. Bizga obuna bo'lishingiz shart bo'ladi. Hammaga rahmat. Ustoz sizga ham rahmat. Bizga bir kun vaqt ajratganingizga hammaga rahmat aytib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.